Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Xarkov va Sumy viloyatlari chegaralarida to'planmoqda. Ukraina frontida vaziyat og'irlashmoqda. Kiyev mudofaasi nega parchalanmoqda? Rossiyada yakun yasaldi. SSSR yo'q bo'ldi. Rossiyada migrantlarga bir nechta telefon raqamini ishlatish taqiqlanishi mumkin. Rossiyada 150 nafar ukrainalik asir qatl etilgani aytilmoqda. Hindiston chegarachilari davlatga noqonuniy kirishga uringan pokistonlikni otib o'ldirdi. Baydenning taxminan qancha umri qolgani aytildi. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Ukraina frontida vaziyat og'irlashmoqda. Kiyev mudofaasi nega parchalanmoqda? Ukraina qurolli kuchlarining mudofaa pozitsiyalari kundan kunga murakkab vaziyatga tushib qolmoqda. Bugungi kunda frontning turli nuqtalarida keskin to'qnashuvlar sodir bo'lib, Rossiya qo'shinlari keng miqyosda hujum harakatlarini olib bormoqda. Harbiy ekspertlar va rasmiy manbalarning ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina harbiylari butun jangovar to'qnashuv chizig'ini bir vaqtning o'zida ushlab turish imkoniyatiga ega emas. Natijada mamlakat mudofaa tizimi barcha yo'nalishlarda zaiflashib, parchalanish holatiga kelib qolgan. Bu haqda Ahmad maxsus kuchlari qo'mondoni, Rossiya mudofaa vazirligining harbiy siyosiy boshqarmasi rahbari o'rinbosari general-leytenant Abdi Alaudinov Ria Novosti agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, hozirda Ukraina tomoni mudofaa pozitsiyalarini saqlab qolish juda qiyin bo'lib qolganini aniq tushunmoqda. Rossiya qo'shinlarining hujumlari natijasida Ukraina armiyasi front chizig'ining bir nechta yo'nalishlarida juda katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda va mudofaa tizimi jiddiy tarzda zaiflashmoqda. Alaudinovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda evakuatsiya jarayonlari nafaqat Sumy viloyatida, balki butun front chizig'i bo'ylab amalga oshirilmoqda. Ukraina harbiylari aholini front hududlaridan olib chiqishga majbur bo'lmoqda, chunki bu hududlarda Rossiya armiyasi tomonidan keng ko'lamli va uzluksiz hujumlar olib borilmoqda. Shu sababli tinch aholining xavfsizligini ta'minlash uchun majburiy tarzda aholini evakuatsiya qilish choralariga kirishilgan. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Xarkov va Sumy viloyatlari chegaralarida to'planmoqda. Ommaviy axborot vositalari Sky News'ning xabar berishicha, Rossiya Xarkov viloyati bilan chegarada 50 mingdan ortiq qo'shinlarni, jumladan elita havo desant bo'linmalarini joylashtirgan. Moskva Ukraina mudofaasini yorib o'tish va Xarkov shahrini egallashga hozirlik ko'rmoqda, deya fikr bildirdi telekanal manbasi. Bundan tashqari, Bild nashri ma'lumotlariga ko'ra, rus qo'shinlari Sumy viloyati mudofaasini yorib o'tib, o'z pozitsiyalarini mustahkamlashga muvaffaq bo'lgan. Iyun oyida Putin tomonidan Xarkov, Sumy va Dnepr tomon keng ko'lamli hujum boshlanishi kutilmoqda. Urushning yakuni ko'rinmayapti, deya xulosa qildi Bild. Rossiyada yakun yasaldi. SSSR yo'q bo'ldi. Federatsiya Kengashining Konstitutsiyaviy qonunchilik va davlat qurilishi qo'mitasi raisi Andrey Klishas huquqiy jihatdan Sovet ittifoqi endi mavjud emasligini ta'kidladi. U o'z fikrini asoslash